Savol. Assalomu alaykum ustoz. Dinimizda o'g'irlik qilganlar xalq olam oldida qo'lni kesib ibrat qilindi ekan. Hozir u ishlar yo'q, ammo ba'zilar kasbiy o'g'irlarni xalq olamga isbotli turitib qo'yish obro'yini to'kkanlik deydi ekan. Ajaba kasbiy o'g'irlar fosh qilinmay kishilarning mol-mulkini o'g'irlab yavarsa, uni yo'shirish kerakmi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning kimki bir musulmonning aybini yapsa, qiyomat kuni Alloh uning aybini yapadi degan ko'rsatmasiga asosan muhtojlikdan yoki nadonlikdan o'g'irlab solganlarni rasvo qilmay yo'gash mustahab bo'lib, ularni xalq olam oldida rasvo qilish, ularga azor berganlik, insoniy izzat obro'yiga tekkanlik va tavba qilishini qiyinlashtirganlik bo'ladi. Undaq qilish musulmonning axloqiga va odamgarchiligiga taqishidi. Ammo ziyonkashlikka uchraganlikdan dardini to'kish maqsadida kasbiy o'g'ri qo'yimishlarni jazolaydigan o'rinlarga ma'lum qilish bo'lsa, Alloh taolaning zulmga uchrag'uvchidan boshqalar uchun yomon so'zni oshkora qilishni Alloh yoqtirmaydi. Yana ular tajovuzga uchraganida intiqom olib turdiganlardir degan so'zlarga asosan joiz va mustahab bo'lib qolmay, hatto gezi kelganda boshqalarga ziyon urishning oldini olib, xalqni ogohlantirish zaruriyati bilganida vojib bo'ladi. Bu o'z navbatida o'g'ri qo'yimishlar uchun isloh bo'lishi mumkin. Shundaqdimi, qozi jazoning bir qismi sifatida rasvo qilishga hukm chiqarmagan ahvolda munosabatsiz kishilarning yuqori maqsadlardan boshqa turli g'arazlarda o'g'irlarning rasm videolarini tarqatib til haqorat yog'dirishi, ularning obro'yini xohlagancha to'kishi to'g'ri emas. Buning jamiyatga yomon ta'siri bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.